Ertaga qishda biz imorat quradigan bo'lsak, bizdan nima kutyapti? Albatta xavf xatar degan narsa yo'q, lekin hozirgi kunda shunaqangi talab bo'lyaptiki, qishda ham imorat qurishga to'g'risini aytaman majbur bo'lmasa, buni bir nechta sabablari bor. Oyiga 17 million so'mgacha elektr energiyasini o'ziga pul to'lashga majbur bo'lganmiz. Bu ko'rib turibsizlar, imoratimizda juda katta. Bu degani albatta keyingi yilda yanvargacha korobka holatida jarayonlar ketadi degani. Betonga qishda har xil xim dabafkalar qo'shiladi. Siz avval qishda imorat qurmayman deb aytgandingiz. Bunga nima sabab bo'lyapti? Erta bahordan kechki kuzgacha o'zi qurilish sezon bo'ladi, lekin mana hozir imoratni endi boshlagansiz. Siz avval qishda imorat qurmayman deb aytgandingiz. Bunga nima sabab bo'lyapti? Xo'p, bu savolingizga to'liqligicha javob beraman. To'g'ri, 1 yil oldingi o'sha video murojaatlarimda va bundan oldin ham xonadon egalariga murojaat bilan chiqqanimizda men qurilishni qishda qilmasdim. Sababi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Lekin hozirgi kunda shunaqangi talab bo'lyaptiki, qishda ham imorat qurishga to'g'risini aytaman majbur bo'lmasa, buni bir nechta sabablari bor. Endi sezon payti, ya'ni erta bahordan kech kuzgacha hisoblanadi o'zi aynan imorat qurish, ya'ni havo yaxshiligida, yog'ingarchilik kamligida bemalol ishlash, ob-havoning sharoiti ham zo'r bo'ladi. Kun uzun bo'ladi, tun qisqa bo'ladi. Ya'ni bemalol 14 soat, 16 soat ham ishlaydigan jarayon bo'ladi. Endi hozirgi paytda shunaqangi holatga kelyapmizki, qishda ham qurilish olishga majbur bo'lyapmiz, lekin buni kamko'stlari, kamchiliklar, ertaga qishda biz imorat quradigan bo'lsak, bizdan nima kutyapti? Albatta xavf xatar degan narsa yo'q, lekin imoratni mustahkamligiga, ustalarimizning salomatligiga va umuman imoratni butun boshidan oxirigacha qilingan loyihasiga, ya'ni mukammal qilingan loyihasini qurayotganimizda qishda endi nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Shu narsalarni hammasini xonadon egalariga ta'kidlab tushuntirib o'tyapmiz. Ular to'g'ri qabul qilsa, imoratni qurishni boshlaymiz. Endi qishda bizlar nimani kutadi? Birinchi o'rinda kunimiz qisqa bo'ladi, tunimiz uzoq bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala sovuq bo'ladi. Ya'ni bir kunda bitadigan ishingiz 2 kun, 3 kunga cho'ziladi. Albatta, bu siz iloji yo'q. Chunki yog'ingarchilik bo'lganda yoki qor yog'ganda ustana tepasidan nimadir yog'ib tursa, albatta ishlash juda ham qiyin bo'ladi va bunaqa holatda ustalarimiz dam oladi. Endi albatta o'sha yana ustalarimizga yuzlanadigan bo'lsak, biz ustalarimizga chiroyli bitta sharoit qilib beramiz yochishiga. Endi elektr energiya sarf xarajati juda ham katta bo'ladi. O'sha Maxim Gorkida o'tgan yil qishda ham ishlashga majbur bo'lganimizda oyiga 17 million so'mgacha elektr energiyasini o'ziga pul to'lashga majbur bo'lganmiz. Bu hozirgi kunda taxminan o'sha 1,5 ming dollar atrofida pul degani. Endi hozirgi holatda mana shu kamchiliklarni uy egalariga tushuntirib, ertaga ishimiz bir kunda bitadigan ishimiz 2 kunga cho'ziladi. Elektr energiya sarf xarajati cho'nchigizdan ortiqcha ketaveradi deganimizga qaramasdan, aka yoki uka loyihani mukammal qilib bering. Imoratda o'sha qanaqa xarajati bo'ladigan bo'lsa, qishda biz hammasini qilib beramiz. Buni birgina sababi vaqt masalasi. Ya'ni hozir biz korobka holatini qishda bo'lsa ham mukammal qurib bizga topshirib bersangiz, erta bahordan imoratimizni korobka holatidan patkulch holatigacha remontini olib borib, keyingi yil oxirigacha bemalol xonadonimizga chiroyli remontlar bilan oilamiz bilan kirib yashashga yana ham vaqtimiz tejaladi shu ma'noda. Chunki hozir qishda qurilishni to'xtatib qo'yib, erta bahordan qiladigan bo'lsak deyapti, imoratda o'sha 3 oy, 4 oy qurilgandan keyin remontini endi boshlaymiz deganingizda yana o'sha qish kelib qoladi. Undan ko'ra mayli qishda shu cho'rnovoy ishlarni, ya'ni korobka holatini qurib olaylik deyapti. Elektr energiya ketadigan sarf xarajati, bir kunda bitadigan ishimiz 2 kun, 3 kunga cho'ziladigan xarajatlariga ham hammasiga xonadon egalari tayyor bo'lishganligi uchun biz ham ularning so'zini yerda qoldirmaslik maqsadida mana shu imoratimizni boshlaganmiz. Oddiy misol, mana kecha mana podushkasini quydik. Shu imorat, ya'ni 9-noyabr 2025-yilda podushkasini quydik. Hozir ustalarimizga baraka topsin, mana birinchi etap fundamentini olishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Ko'rib turibsizlar, imoratimizda juda katta. Bu degani albatta keyingi yilda yanvargacha yoki bo'lmasam o'sha erta bahorgacha korobka holatida jarayonlar ketadi degani. Bu yerda endi bizlar nimani kutyapti? To'g'ri, hozir havoyimiz nisbatan yaxshi, lekin ertaga yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha kutamiz yomg'ir yoki qor tinishini, juda ham sovib ketadigan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham plus darajaga chiqib olishini kutamiz va elektr energiya ketayotgan sarf xarajatlar eng asosiysi mana shu aytganimdek железобетонный konstruksiya o'zi nomi bilan aytib turibdi, beton. Betonga qishda har xil xim dabafkalar qo'shiladi. Ya'ni plastifikator degan o'sha suyuq ximiya moddasi bor, u ham aynan betonga qo'shiladi. Bu betonni qishda muzlab qolishini oldini olgan holatda o'zini jarayonida sekin-sekin tabiiy yo'l bilan qotishni ta'minlaydi. Lekin bu albatta vaqt talab qiladi. Ya'ni betonimiz 2 kunda 100% qot bo'ladigan bo'lsa, albatta ustiga yana beton quyish darajasigacha, chunki beton 100% 28 kunda qotadi. Mana biz kecha podushkamizga beton quygan bo'lsak, bugun o'sha ustida bemalol yuryapmiz. Ertaga bunaqa holat bo'lmaydi, lekin bu holatga olib kelish o'sha aytganimdek xim dabafkalar qo'shilgani uchun ham jarayon 3 kun, 4
kunga cho'ziladi. Ya'ni o'sha ustida yurib bemalol keyingi etap betonlarimizni quya olmaymiz. Mana shunaqa holatda ham o'sha sarf xarajatga ketadi. Elektr energiya, ustidan obed pullari, misol uchun kelib ketish, o'sha texnikalarni ishlashi ham hammasi qishda baribir qiyin bo'ladi, og'ir bo'ladi. Mana shu hamma kam kurslarini, hammasini yig'indisini bitta qilib xonadon egasiga tushuntirgan bo'lishimizga qaramasdan, mayli hamma sharoitiga tayyormiz, albatta insof sari baraka deydi. Biz ham bunaqa paytdan foydalanmaymiz hech qachon. Maksimal darajada baribir xonadon egasiga yengillashtirish yo'llarini o'ylab topamiz, ko'rib chiqamiz. Hammasini albatta mukammal ravishda, ana keyin sekin baribir o'sha qishda ham imorat qurishga majbur bo'lyapmiz. Hozir bu albatta hammasi yaxshilikka, o'sha boshida aytganimdek, qishda imoratni korobkasini qurib olsak, erta bahordan patkunchi holatigacha bo'ladigan remontlarimizni olib borib, keyingi yil oxirigacha imoratni xonadon egalariga topshirib, mazza qilib oilaviy yashash uchun ta'minlash maqsadida qishda ham hozirgi kunda ishlashga to'g'ri kelyapti va bu bizga qancha qiyinchilik tug'dirishidan qat'iy nazar, biz ham misol uchun bu qiyinchiliklarni yengib o'tishga xudo xolasa harakat qilyapmiz jamoamiz bilan va qishda ham ishlashga endi xudo xolasa yaxshi ma'noda majbur bo'lyapmiz. Lekin bu narsadan qo'rqish kerak emas. O'sha aytganimdek, yozda quriladigan jarayoni bor, erta kuzda, erta bahorda, misol uchun kech kuzda va qishda qilinadigan jarayonlarni hammasini etap-etap o'zini vazifasida o'zini belgilangan mezon asoslarida quriladigan bo'lsak, imoratimizning mustahkamligiga hech narsa ta'sir ko'rsatmaydi. Shunaqa qiziqarli savollar, muhim savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qilinglar va mana har bitta o'sha Telegramdagi, Instagramdagi, YouTube kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va loyihani albatta har doimgidek aytganimdek mukammal bo'lishini, imoratinglar bekam ko'z qurilishini xohlaydigan bo'lsanglar, eng zo'r prorab va eng zo'r arxitektorga murojaat qilinglar. Salomat bo'linglar.